ishonchsizlik qilayotgan odamlarga masalan bo'ladi-ku, faqatgina reklama qilishadi bo'ladi deganga nima deya olasiz? Indan keyin buni o'zim o'lib, ichib, indan keyin haqiqatda bu reklama mesela o'zimda misol o'sha narsani ta'sirini bildim, effektini-da. Bilib, indan keyin endi o'zi boshqa oladiganlarga ham misol aytamanki, men bundan keyin bir ikkita tanishlarimga aytdim. Bizda bitta prorabimiz bor. Yoshlari katta. U kishida ham sahar bor edi, u kishiga ham taklif berib, haligi raqamlarini haligi o'sha nomerga telefon qildirib, oldirib, u kishi ham ichayotganlar, ichibdilar. Natijasi yaxshi bo'ldi dedilar, ichib turibdilar. Demoqchiman, kim shunaqa bemorlik bilan menga aytsa yoki suhbat ichida gaplashib qolsa, menda ham shunaqa kasal bor desa, men mashfita diabetni tavsiya qilib turibman. Nimaiki o'zimda natija bo'lganligi uchun mana shuni aytib, kimga bo'lsa aytib turibman. Yoqdimi axir mahsulot? Yoqdi. Yaxshimi, rozimisiz mahsulotdan? Rozimiz.